Najot ta'limda, ta'lim esa kitobsiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Mana men Sherzodbek Mamadaliyev sizlar bilan birgalikda o'zimizni YouTube sahifamizda 2025-yilda o'qigan kitoblarim haqida qisqacha tahlilnoma o'tkazib bermoqchiman. Bu yil men uchun juda ham qadrli va yoqimli, muvaffaqiyatli, samarali, zo'r kun, yil, oy va yil bo'ldi. Yaxshi lahzalarga, turli xil vaziyatlarga, ekstremal vaziyatlarga va qiziqarli voqealarga juda ham boy bo'ldi. Bu yilda o'qigan kitoblarim soni 40 dona bo'libdi. Ushbu kitoblarni Telegram kanalimda sarhisob holatda yozganman va qo'shilib olishingiz mumkin. Albatta opitsioniyada bor, video havolasida. Xo'p, sizlarga endi qisqacha holatda kitoblar haqida qisqaroq, lo'ndaroq gapirib bermoqchiman. Ayni bir kitobga juda ko'proq batafsil to'xtalib o'tishni imkoni yo'qligi sababli qisqa ulardan olgan qiziqarli joylardan gapirib beraman. Birinchi kitobim ma'muriy huquq bo'ldi. Ma'muriy huquq, ya'ni bu darsligida ma'muriy huquq nima haqida? Bu o'sha bizda huquqshunoslik sohasida ijroiya hokimiyatini, ya'ni boshqaruv organlarining faoliyatini tartibga soluvchi huquq sohasi hisoblanadi. Bunda nimalar bor? Deylik, shu ijroiya hokimiyatimizda mexanizmi, vakolatlari, funksiyalari, prinsiplari va boshqa tegishli shu normalarni o'zida qamrab olgan huquqning bir sohasi hisoblanadi. Bu ijroiya organlarimizga qaysilar kiradi deganda, tushunarli bo'lishi uchun soddaroq tilda aytaman. Bu Vazirlar Mahkamasi kiradi desak bo'ladi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasida o'sha vazirliklar, qo'mitalar, idoralar, agentliklar va boshqa inspeksiyalarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Yaqqol misol sifatida deylik Adliya vazirligi. Adliya vazirligida 3 ta bo'g'in mavjud. Ya'ni ularni bosh bo'g'ini bu albatta Adliya vazirligi Toshkentda joylashgan, o'sha TDUni yo'parasida, va o'rta bo'g'ini deylik Namangan viloyat adliya boshqarmasi va quyi bo'g'ini bu deylik Uchqo'rg'on tuman adliya bo'limi va bularni o'zini tegishli vakolatlari mavjud. Yuqori turuvchi organlarda keng vakolatlar va katta mas'uliyat, javobgarliklar bo'lsa, quyi organlarimizda ham juda o'zlariga mos bo'lgan tegishli vakolatlari bor. Va bu o'sha ma'muriy huquqda nima deyiladi? Ya'ni boshqaruvni to'g'ri tashkil etilganligi, tizimliligini keltirib chiqaradi. Va bunda nimani biz ko'rishimiz mumkin deydigan bo'lsak, bunda biz samaradorlikni ko'rishimiz mumkin. Qanaqa samaradorlik? Ya'ni maqsadga tezroq yetish, osonroq yetish, ya'ni insonparvarlik, ya'ni xalqqa yaxshi davlat xizmatlarini ko'rsatish, shularni keltirib ko'rsatishimiz mumkin. Bu albatta ma'muriy huquq juda zo'r huquq sohasi bugungi kunda. Ya'ni albatta shu ma'muriy huquq evaziga ham menimcha davlatimiz juda katta yangi o'zgarishlar, shu yangi yutuqlarga erishilyapti. Hammamizda shu odatiy holga aylanib qolgan ana shu MyGov sayti yoki bo'lmasam shu OneID yoki bo'lmasam deylik shu talabalar xemis tizimi juda ko'p shu bugungi kundagi elektron hukumatdagi barcha shu yangilanishlar, o'zgarishlar insonparvarlikka va xalqni dardini yengillashtirishga, sodda qilib aytganda, hammamizni shu rivojlanishimiz uchun katta shu turtki, yordam, hissa qo'shyapti degan fikrdaman va bu menimcha juda ham yaxshi. Buni shu soddaroq tilda tushuntirganim shu. Endi huquqiy tilga kiradigan bo'lsak, deylik shu har bitta qonun, har bitta organimiz o'zini tegishli vakolati, o'sha vakolatlarni, vazifalarni, funksiyalarini ko'rsatib o'tilgan alohida me'yoriy hujjatlari bor. Bular misol uchun adliya nizomi yoki ichki ishlar to'g'risidagi qonun, prokuratura to'g'risidagi qonun deb aytmayapman. Shunchaki o'sha tegishli ma'muriy organlarimiz o'zini vakolatlari doirasida o'sha amalga oshiradigan o'sha vazifa funksiyalarini qanday tashkil etilganligi, qanday shu amalga oshirayotganligi va kelgusida qanday amalga oshirish kerakligi haqidagi qisqacha ma'lumotlar shu ma'muriy huquq degan kitobda yozib qo'yilgan. Ikkinchi kitobim bo'lsa, bu Antoine de Saint-Exupéry'ni o'sha Kichkina shahzoda degan kitobi. Bu kitob juda ham zo'r kitob.
Bu kitobni o'qish majburiy. Albatta majburiy deyish kerak bu kitobni. Bu kitobni o'qimagan bo'lsangiz, sizni oldinda juda ham zo'r kitob kutib turibdi va o'qishni tez harakatini qiling. Bu kitob atigi 100 bet xolos. Hozir bu yerda ikkita tilda yozilgan, o'sha o'zbek va ingliz tilida. Bu kitobdan olgan messenjlarimni aytadigan bo'lsam, mana bu yerda bor mana. Menga qo'zichoqni rasmini chizib ber deydi. Juda ham erish tuyuladigan so'zi. Tasavvur qiling, sahrodasiz, hech kim yo'q va bitta kichkina bola kelibdi, menga qo'zichoqni rasmini chizib ber deb kelyapti. Ajoyib-ku deysiz-da, shuni hayron qolasiz. Buni Exuperi shunchaki yozmagan, bu bilan hayotingizga qaysidir bir inson kirib keladi, xuddi shunday. Menga qo'zichoqni rasmini chizib ber deb. Keyin ko'rasiz. Xuddi shu holatda misol qilganmi deb o'ylab qolaman ba'zida. Faqat o'rgatilgan narsalarnigina bilish mumkin va bu haqiqatdan so'z ichida, kitob ichida ketgan dahshatli jumlalardan biri. Nima uchun degan savol. Hech e'tibor berganmisiz? Biz takrorlayotgan gaplar yoki bo'lmasam biz qilayotgan xatti-harakatlar barchasi o'zini manbasiga ega. Ya'ni manba, ya'ni boshlangan qismi, boshlang'ich, asos degan ma'nolarni bildiradi. Biz biror bir ishni qilar ekanmiz, uni manbasi bor. Ya'ni unga sodir etishga turtki bo'lgan asos bor. Misol uchun deylik, kitob o'qish. Kitob o'qish ham bitta manbasi bor. Ya'ni sizga kimdir kitob o'qi degan. Yoki bo'lmasa, o'zi to'g'ridan-to'g'ri kitob o'qish buyurilgan. Ya'ni o'qigin deb turib, asosiy tegishli kitobda yozilgan. Lekin kitob o'qish haqida, misol uchun, mana shu kitobni hozir men sizga aytyapman. O'qimagan bo'lsangiz, sizga manba bo'ladi. Ya'ni Sherzodbek aytganda, mana shu kitobda o'qigin deb turib, bu kitobda zo'r narsalar bor ekan desa, fikr keladi. Ya'ni bunga sababchi bo'lgan, turtki bo'lgan, motiv bo'lgan narsani o'sha manba desa ham bo'ladi. Va hayotimizda ham xuddi shu narsa. Deylik, sport bilan shug'ullanishga ham kimdir qanaqadir manba bo'ladi. Xullas, faqat o'rgatilgan narsalarnigina bilish mumkin. Ya'ni sizga kimdir shu narsani o'rgatgan. Ya'ni yoki bo'lmasam siz o'rgangansiz. Shu narsani soddoroq qilib aytish mumkin. Lekin endi qarang. Kashfiyotlar bor-da. Deylik, misol uchun o'sha Steve Jobs Apple'ni o'sha iPhone'ni o'sha kashf qilgan paytda unga kim o'rgatgan degan savol bor. Ya'ni ijodkorlik, buni yaratish deydi. O'sha yaratishda manba sifatida boshqa narsalar kelib chiqadi va o'shandan bitta narsani boshqa narsani yaratish mumkin. Deylik, mana shu klaviaturani yaratirishga undan boshqacharoq klaviatura sababchi bo'lgan. Va shu narsa bu takomillashgan sari yaxshilanib, qulaylashib boryapti. Undan oldingi simli bo'lgan. Hozir simsiz. Endi qarang. Buni yaratirishga qanaqadir manba, ya'ni o'sha qadimgi olib boradigan bo'lsak, haligi yozuv mashinalari kelib chiqishi mumkin. Ya'ni ularga ham kimdir o'rgatgan. Va lekin bular o'zini o'sha narsani jichcha o'zgartirib turib yaratgan. Ya'ni yangi mahsulot sifatida chiqargan. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bizda ham shu nimadir yangilanish, nimadir umuman boshqacha, boshqalarga o'xshamagan qanaqadir yangi bir narsa chiqarish haqida. Xuddi shu narsani yarata olish, ya'ni uni yarata olishga qanaqadir manba bo'lish kerak. Yoki bo'lmasa manbasiz yaratadigan bo'lsangiz, siz yaratgan narsangiz endi manba bo'lib qoladi. Shu narsani bir o'ylab ko'rganmisiz degan fikrni bermoqchiman sizga. Savolmi? Ya'ni yaratish ham bitta qanaqadir baxtda. Shu narsani ham bir o'ylab ko'ring deb shu fikrni ham aytaman. Xo'p, endi qaraylik. Keyingisida aytayapmanki, yozib qo'yganman bu yerda. Namuncha cho'zding, azobda qoldirib, ketishga ahd qildingmi? Bor ket, deyapti. Kichkina shahzodaga o'sha guli. Kichkina shahzodaning guli sifatida, endi kichkina shahzodani o'g'il bola, ya'ni men deb tasavvur qilsak, gul sifatida kimni tasavvur qilishni o'zingdan bilasizlar. Va o'sha gul aytayaptiki, bor ket, deyapti. Men o'zim yashayveraman, sen sizdan baxtliman, deyapti. Shu joylarida juda boshqacha narsalarni his qilib olasiz, xullas. Bu yerda gul sifatida o'sha hamrohini nazarda tutib ketyapti. Exuperi yaqqol shunga misol keltirgan va ushbu kitobni o'qir ekansiz, haqiqatan hayotni umuman boshqacha rakursdan ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni insonni hayotiga aytadiki Exuperi, shu hayotingni deydi, sayohat qilib turib, shu sayohatning qandayligini ertak usulida senga shunaqangi madaniyat bilan, shunaqangi chiroyli holatda tushuntirib beraman deb shuna mana shu kitobni yozib beradi. Ya'ni boshlanayotganda ham zo'r kitob yozgan. Ya'ni
bir vaqtlar kichkina bo'lgan meni do'stimga deydi. Ya'ni bir vaqtlar kichkina bo'lgan meni do'stimga. Hozir uni do'sti katta bo'ladi. Deylik, yoshimiz o'tgani sari biz qariy boshlaymiz, kattalashamiz yoki bo'lmasa o'sha rivojlanamiz, yuksalamiz. Farqi yo'q, lekin baribir yosh bo'la olmaymiz. Lekin bir vaqtlar kichkina bo'lgan, o'sha yosh bo'lgan meni do'stimga deb turib yozadi. Buni juda ham tagida katta ma'nolar bor. O'sha Marselni hali ham o'sha Exuperi bilan o'sha kichkina shahzodani o'sha haykali ham mavjud. O'shani ham Xudo xolasa ko'rib qolish ehtimolimiz ham bor. Yoki bo'lmasa Google'ga shunday kirib turib topishinglar ham mumkin. Keyin mana aytayaptiki, qirollar hech narsaga egalik qilishmaydi. Ular faqat hukmronlik qilishadi degandi. Ana tadbirkor aytganda, bu yerlar hammasi o'sha hukmronlik emasmi desa, qanaqa hukmronlik? Meniki deydi. Qirollar hech narsaga egalik qilishmaydi deydi. Ular faqat hukmronlik qilishadi. Ular ya'ni boshqarishadi, ya'ni ularni taqdir haqida tasarruf qilishadi degan ma'noda keltirib chiqaryapti. Endi ko'zlar ilg'amas, qalb ziyrakdir deyapti. Ko'zlar ilg'amas, qalb ziyrakdir. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat ko'rish uchun buni tomosha qilmayapsiz. Meni shunchaki ko'rish uchun tomosha qilmayapsiz. Bundan qanaqadir ilm, qanaqadir manfaat, qanaqadir yangi narsa o'rganmoqchisiz. Va buni sizga qalbingiz yoki bo'lmasam aqlingiz ham o'sha tortyapti. Ya'ni bu narsa nimaga kerak? Savdo san'ati degan kitobda, uni ham oxirroqda tushuntirib beraman. Qisqacha gapirgan keyin degan. Sen degan havaskor bo'lma degan, mutaxassis bo'l degan. Havaskor bo'lsang, deydi, g'alabalaringdan ko'ra mag'lubiyatlaring ko'proq bo'ladi deydi. Mutaxassis bo'lsang, professional bo'lsang, seni g'alabalaring mag'lubiyatlaringdan ko'ra ko'proq bo'ladi degan. Ya'ni bunda aytayaptiki, ixtisoslash, ya'ni bitta qaysidir sohaga ixtisoslash, shu soha bo'yicha yaxshiroq bor va shu sohadagi o'zingni yo'ling osonroq yurasan deydi. Ya'ni bunda nimaga misol qilib keltirishimiz mumkin? Istalgan sohaga misol qilib keltirishimiz mumkin. Deylik, kompyuter sohasiga, IT-shni yoki bo'lmasam kitobxonlik sohasiga yoki bo'lmasam huquqshunoslik sohasiga, bugungi kunda o'z sohasini yorib olgan, o'zini sohasini qo'lida mahkam tutgan zo'r huquqshunoslar bugungi kunda hammaga kerak. Hammaga ishonavering. Misol uchun Ronaldo kimga kerak emas? Qaysi komandaga kerak emas? Futbolga olib kelgan bo'lsa, yoki Messi qaysi komandaga kerak emas? Xuddi shu narsani aytayapti. Keyingisi esa o'zing o'rgatib qo'yganlar uchun mas'ulsan. O'zingga o'rgatib qo'yganlar uchun mas'ulsan. O'sha tulki aytadiki, sen menga har kuni bir vaqtda yonimga, har kuni bir vaqtda kelgin, har kuni bir vaqtda mana shu joyda turgin deydi. Nimaga desa, o'rganib olishing uchun deydi. Bunda nima bo'ladi? Inson bir ishni qayta-qayta qilar ekan, shu narsaga qo'li kelishadi. Shu narsani ilmini o'rganadi, issiq-sovuqni ko'radi va shunda aytadiki, u endi o'rganib qolganingdan keyin u senga begona bo'lmaydi deydi. Atrofingizga qarang, biror bir do'stingizni birinchi marta uchratib qolganingizni qarang. Uchratib qolganingizda hech qachon uni yaqin bilmagansiz. Ana shu do'stingiz bilan ko'proq muomalaga kirishib, ular bilan ko'proq o'sha munosabatda bo'lib, har xil kunlarni, har xil vaziyatlarni ko'rganingizdan so'ng unga o'rganib qolasiz. Beixtiyor ana shu do'stingiz sizni yaqin do'stingizga aylanib qoladi va endi uni boshqa turlicha do'stlar ichidan u siz uchun yagona bo'lib qoladi. Ya'ni yagona deganda yaqin bo'lib qoladi demoqchiman. Xuddi shu narsani aytadi. Kichkina shahzodada haligi Gul ham, Turk ham xuddi shu narsani keltirib chiqargan. Ya'ni shahzoda Gulga ham aytadi-yu, meni gulim shuncha gullar ichida men uchun yagona, men uchun qadrli deydi. Ana bu tulki ham boshqa tulkilar ichida men uchun eng qadrli tulki shu deydi. Xuddi shu narsa. Misol uchun kuchugingiz bo'lishi mumkinki, uyda qanaqadir yoshligingizda kuchuk boqqansiz, o'shancha kuchuklar bor, o'shancha itlar bor. Lekin ana shu kuchuk siz uchun qanaqadir qadrli, qanaqadir sodiq do'st sifatida qoladiki, xuddi shu narsani sodir qilib tushuntirgan. Va endi oxirida dahshatini aytadi, mana qaranglar. Vaholanki, ular qidirayotgan narsani yakka yolg'iz gulda, bir qultum suvda topsa ham bo'ladi, deyapti. Bunga men izoh bermayman, dahshat so'z bu. Va yana aytayaptiki, chunki gullar o'tkinchi narsalar. Haqiqatan chunki gullar o'tkinchi narsalar. Endi taomil, mana shu joyda eng yuragini yondiradigan joyda bu Einsteinni nisbiylik nazariyasini tushuntirib qo'ygan Antoine de Saint-Exupéry qisqa tilda ana qarang aytayapti. Taomil bu shunday bir narsaki, muayyan bir kun boshqa kunlarga o'xshamay qoladi. Muayyan bir soat boshqa soatlardan farq qilib qoladi.
Ya'ni qanaqa imtihon olayotgan paytda eslang, imtihon olayotgan paytda yuragingiz qanaqa dukullaydi? Boshqalarga ham har kun imtihon bo'ladi. Ularga hech qachon siz yuragingiz dukullamaydi. O'sha paytda ularning yuragi dukullayotgan bo'ladi. Deylik, boshqacharoq aytaman. O'sha yaxshi daqiqalarda, deylik, Einstein nazariyasini tushuntirishgan-ku, misol uchun, aytadi, sen biror bir yaxshi ko'rgan qizing bilan turgan paytingda, unga sevgi so'kkan payting, xullas, vaqt o'tmayotganday bo'ladi, vaqt to'xtab qolayotganday bo'ladi, deydi-yu. Boshqacha, ya'ni muayyan bir soat, ayni o'sha soatlar boshqa soatlarga o'xshamay qoladi, deydi-ku. Shunaqangi boshqacha vaziyatga tushasan deydi. Yoki masalan, eng baxtli bo'lgan holatingizni ham misol qilib keltirishim mumkin. Yoki masalan, endi shuni teskarisini aytadi. Sen deydi, tovada qaynab turgan, yangi qizib turgan, dovib turgan yoqqa shuna qo'ling tegishi qanchalik seni tekkan paytdagi soniyalar seni butun asrga tatigulik kun bo'lib ketadi, asrga tatigulik vaziyat bo'lib ketadi, holat bo'lib ketadi deydi. Xuddi shu narsani ham shu taomil sifatida aytsak bo'ladi. Sal mubolag'a bo'lib ketdi, xafa bo'lmaysizlar ham. Endi mana do'stlar, bitta shu kitobga bizga shuncha vaqt sarflab bordik. Xafa bo'lmaysizlar, shuning uchun video sal uzoqroq bo'lib qolishi mumkin yoki qisqaroq qilishga ham harakat qilamiz. Bu kitobni albatta o'qish majburiy. Tamom. Akangiz bo'lsa Oq kema, Chingiz Aytmatov Oq kema degan asari hozir bu yerda yo'q ekan. Oq kemada mana bu masmiki yo'q, emas ekan. Demak, kimdir o'qiyapti Oq kemani. Bunda o'sha bola, mo'minchol, kampir, O'rasqul, Beke Seyyad Ahmad debdi o'sha. Undan keyin va Guljamol, Qulbek, Shohdor, ona bug'ular haqida juda yoqimli asarda yozib qo'ygan. Qanaqa? Mana Chingiz Aytmatovning Oq kema asari mana kitob o'qigandim. Xullas mana ko'rayotgan o'shimda. Bu kitobda nima bo'ladi? Bu bola mana Chingiz Aytmatov soddaroq qilib aytib ketaylik. Kitobda aytadiki, sen qadriga yetmayotgan narsalar sening yoningda bor, prosta sen uni qadriga yetmaysan deydi. Bunga qaysini keltirib o'tishimiz mumkin? Deylik, o'sha O'rasqullarni, ya'ni o'sha Guljamolni tug'maydigan ayol sifatida tasvirlaydi va lekin uni opasidan qoldirib ketgan o'sha bolakay, o'sha mo'minchollarnikida yashaydigan bolakayni ular o'sha farzand qilib olishmaydi shuni. Lekin shu farzand qilib olish fikri keladi, ichi achinadi. Ya'ni o'z farzandi emas-ku baribir, shunga achinadi. Ya'ni yoningda o'sha ota-onasi yo'q bolakay turibdi va sen o'zingda farzanding yo'q. Ya'ni borda qadriga yetmaysan, yo'g'ida tashvishga tushasan deydi-ku. Xuddi shunaqa holatda buni dunyoning ishlarini ko'rsatib bergan. Ushbu kitob juda ham yaxshi kitob. Oq kemada nimani kutgan, otasini kutgan o'sha kemada, oxirida o'sha kema tarafga qarab suzib ketishi ham, ya'ni bu yerda nima ketyapti? Oq kema deb turib, ya'ni biz har doim o'zimiz hayotimizda qanaqadir oq kemani kutamiz. Biz uchun kerakli bo'ladigan vaziyatda, misol uchun ideal vaqt yoki bo'lmasa hayotimizda kerakli bo'lgan narsalarni hozir o'zida harakat qilish o'rniga, shunchaki olish o'rniga shunchaki kutib o'tirishni lozim topamiz va umrimizni o'tkazib yuboramiz. Ana bu bola ham nima uchun oq kemani kutgan? Ota-onasini kutgan. U ota-onasini to'g'ri bilmasdi. Lekin u nima qilardi? Oxirida baribir bo'lsa ham maqsad tarafga ketdi. Ya'ni ota-onasi uchun otasini oldiga, ya'ni otasi bormi yo'qmidi bilinmaydi, lekin shu kema tarafga ketdi. Ya'ni o'z maqsadini amalga oshirishga harakat qildi. Narigilar bo'lsa, nima qilyapti? Shunchaki kutishyapti xolos. Ya'ni o'zi qilishi mumkin bo'lgan va nima desa bo'ladi? Maqsadiga erishish imkoniyatini ko'rib turib qilmayotgan insonlar haqida soddaroq aytganda. Misol uchun mana kitob oldingizda turibdi, kitobni o'qishingiz mumkin, imkoniyatingiz bor, lekin siz telefon o'ynaysiz yoki kompyuter o'ynaysiz. Va qachondir kerak paytda majbur bo'lganingizdan o'qiysiz o'sha kitobni. Va bu shu holatni tushuntirib berish mumkin. Ya'ni siz shu paytda o'qisangiz shunday ham. O'sha qachondir majbur bo'lganingizda o'qisangiz, bo'lmasam o'qiysiz men xudo biladi. Lekin ko'rib turib, bilib turib, yoningizda turgan narsani shu vaqtida, o'z vaqtida foydalanmasligingizni haligi oq kema, ya'ni ideal hayotingizdagi o'sha qachondir bo'ladigan vaziyatni kutishing bilan o'tkazib yuborasan umringni deb turib aytayapti oq kemada. Meni fikrimcha, men shunga fikrlarim shu bo'ldi. Balki sizda boshqacharoq fikrlar bordir. Bu oq kemani chuqurroq tushungansiz. Agar shunaqa fikrlaringiz bo'lsa,
bemalol kommentariyada yozinglar, maza qilib suhbatlashadi, fikrlar qoldiringlar. Faqat so'kmasanglar bo'ldi, chiroyli holatda fikrlar qoldirsanglar juda ham xursand bo'laman. Shunaqa gaplar. O'qigan tanishlarim bo'lsa, shularga yuborib qo'yishlar ham tavsiya etiladi. Keyingi kitobimiz bo'lgan bo'lsa, Hukmdor. Mark Avreliyni o'sha Hukmdor degan asar ekan. Qaranglar. Bu kitobni o'qish kimlarga taalluqli? Asosan siz jiddiy kitoblar o'qimoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa urush haqida, siyosat haqida yoki bo'lmasam qanaqadir badiylikdan yiroq, realroq bo'lgan kitoblarni o'qishni xohlaydigan bo'lsangiz, Mark Avreliyning Hukmdor degan asarini o'qishni tavsiya qilaman. Bu kitobda nima deydi? Mark Avreliy o'zi ham o'sha bunaqaga yozadi, hukmdorga yozadi. Bu Sezarga deb ketgan, ya'ni Sezarga atab turib yozilgan ham deyiladi. Qaranglar, bu kitobda podshohlar uchun qo'llanma desa ham bo'ladi. Ya'ni har bir o'sha boshqaruvchi bo'lmoqchi bo'lgan shaxslarga qo'llanma desa bo'ladi. Bundan yana bitta oddiy kichkinaroq, qisqaroq gapni aytib ketaylik, bitta bilimni. Hukmdor uchun deydi, eng katta obro' keltiradigan bu narsa deydi, urush deydi. Ya'ni bu kitobda shunaqangi qo'pol yozilgan. Qo'pol emas endi, vahshiy emas, haqiqatlar yozilgan, qo'rqinchli, yomon haqiqatlar yozilgan. Ya'ni urush deydi. Ya'ni bitta davlatda boshqa davlatni bosib olish deydi. O'sha hukmdorga katta shon-shuhrat beradi deydi. Bu bilan misol sifatida nimani ko'rsatgan? Sezarni ko'rsatgan yoki bo'lmasam boshqa o'sha tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, shu Karlni ham ko'rishingiz mumkin. Qancha o'sha g'alaba, hudud kengaytirgan, qancha o'sha katta urushlar olib borgan hukmdor tarixda qoladi. Shu tarixda qolish yoki bo'lmasa o'sha kattaroq o'sha obro' keltirish uchun deydi, urush qil deydi. Shu narsani o'sib turgan. Yoki bo'lmasam juda ko'p bilimlari ham bor. Buni o'sha o'qish tavsiya qiladigan shaxslar shular. Keyingisi yo'qotganlarimni topganlarim. Said Ahmadda o'sha fevral oyida o'qigan kitobim bu yo'qotganlarimni topganlarim bo'ldi. Bu kitobda Said Ahmad ustozimizni dahshatli o'sha bilimlarni deb tashlagan. Ya'ni bu kitobda nimalar berilgan? Yo'qotganlarim degan qismida katta era davrida, ya'ni zo'r davrda Said Ahmad tug'ilib qolgan ekanda. Oldingizda o'sha shedevrlar turibdi, o'sha ustozlarini yo'qotganini aytib beradi-da. Birinchi o'rinda o'sha Abdulla Qahhor, Oybek, undan so'ng o'sha G'ofur G'ulom va turlicha ustozlarini aytgan. Undan so'ng eng katta yo'qotganlardan biri deydi, ayoli, ya'ni o'sha Saida Zinnunovani, Saida Zinnunova edi, xuddi shu. Yo'qotganlarga ham va topganlarga ham qo'shgan. Ya'ni topganlari kimlar bo'lgan? Topganlari o'sha ya'ni ikkinchi davr eradagilari o'sha O'tkir Hoshimov, Xudoyor To'xtaboyev va bir qancha o'sha o'zining shogirdlari, yozuvchi shogirdlari haqida gapiradi va topganlarga o'sha o'zini o'sha ayoli Saida Zinnunovani ham yozgan. Bunda asosan kitob shunchaki kundalik-noma sifatida ham kelib chiqqan, o'sha bo'lgan oddiy vaziyatlarni kitob qilib yozgan. Tushunasizmi? Hayotdagi oddiy vaziyatlarni, shu bo'lgan vaziyatlarni, shunaqangi mo'tabar insonlarni o'sha bilan bo'lgan voqea hodisalar haqida yozgan. Bunda yozganda o'sha Saida Zinnunovani topgani haqida aytib beray ozgina. Saida Zinnunova o'sha andijonlik juda ham yaxshi oiladan chiqqan, matonatli, irodali inson sifatida tasvirlanadi. Ular o'sha topganlarida, ular bilan turmush qurganlaridan so'ng 6 oydan keyin bu inson Said Ahmad qamalib ketadi. Ya'ni xalq dushmani sifatida qamaladi va Saida Zinnunova birinchi o'zbek o'sha ayolimida o'sha universitetda o'qigan, Zarifa Said Nosirova shekilli. Saida Zinnunova ikkita diplomga ega bo'lgan o'sha o'zbek qizlari edilar. O'sha O'rta Osiyo Samdudda o'sha pedagogik yo'nalishda o'qigan ekanlar. Ya'ni ularda ikkita diplom bo'lsa ham ishga olmaydi. Ya'ni nima uchun desa, o'sha Said Ahmadda xotin bo'lganligi uchun deydi. Agar erimdan voz kechib yuboraman desang, o'sha xalq dushmani deb yozib beradigan bo'lsang deydi, davay seni ishga olamiz deydi. Keyin hech kim yordam bermaydi. Shunda ayolga hech kim yordam bermaydi. O'zi bular aytadi, bo'pti deydi. Faqat Said Ahmad o'zi tan olish kerak deydi. Men Said Ahmad bilan uchrashtirasan deydi. Agar o'zi men xalq dushmanaman deb aytsa, men tan olaman. Keyin hech kim uni uchrashtira olmaydi, chunki Said Ahmad o'zi asli xalq dushmani bo'lmaydi va xullas umuman olib aytganda shu kunlarda ham yashagan shu inson uchun, ya'ni Said Ahmad uchun va shu umrining oxirgi paytlarida shunday deydiki, o'sha
Jida gulini sog'indim deydi. Jida gulini sog'indim deydi va Said Ahmad aytadiki, Saida Zunnunova jida gullaganda Saida Zunnunovani vafot etganiga 1 oy bo'lganda deb turib yakunlaydi. Buni o'sha alohida video tahlil ham qilganmiz. O'shanda batafsil ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi kitob bo'ladigan bo'lsa, keyingi kitobimiz Hukmdorni aytdik. Lolazor. Lolazor degan kitob bu mana Murod Do'st Muhammad degan inson ham shu insonni ham o'sha Said Ahmad akamiz ustoz eslab o'tib ketganlar. Juda ham o'tkir qalam egasi sifatida, ya'ni Lolazor mana shu kitobda aytib ketilgan. Lolazor kitobi nima haqida? Bu kitob menga juda ham bir tarafdan yoqdi, bir tarafdan yoqmadi. Ya'ni bu kitobda juda dahshatli narsalar berib tashalganda, bu kitobni talabalar o'qish tavsiya etiladi. Ayniqsa talabalar o'qish tavsiya etiladi. Talabalar uchun juda kerakli kitob. Bu yerda Nazar Yaxshiboyev va uning o'rtog'i bo'ladi. Ya'ni o'rtog'ining ismi hozir aniq esimga kelmayapti, dahshat edi-da. Mana hozir kelmayapti. O'rtog'ining ismi bir narsa edi, hozir chiqmadi. Xullas, mana bu kitobni o'qiganimga ancha bo'lib ketdi. Mana qarayman, qachon o'qigan ekanman. Xo'p, 2-marta o'qigan ekanman. Ismi bir narsa edi, hozir esimda yo'q. Xullas, o'rtoq deb ketaylik. Nazar Yaxshiboyev qanaqa inson bo'ladi? Ochiq inson bo'ladi. Ochiq, hamma narsaga ochiq bo'ladi-ku. Hamma narsaga qiziqadigan, har sohadan bir shingil oladigan inson bo'ladi. Va unaqa insonlar ko'p narsaga qiziqadi va oddiy bitta narsaga ko'nib qolmaydigan inson bo'ladi. Bunga nimalar haqida ketyapti? Ayollar haqida ham ketyapti. Ya'ni bittasiga qanoat qilmaydigan inson sifatida tasvirlagan. O'rtoq bo'lsa buni teskarisi deydi. O'rtoq faqat bitta yo'ldan yuradi deydi. U faqat to'g'ri yo'l topadi deydi. Nazar Yaxshiboyevning tajribalaridan o'rganadi deydi va oxirida deydi Nazar Yaxshiboyevdan ham kuchayib ketishini ko'rsatib bergan o'rtog'i. Va uning hayoti bilan mana Nazar Yaxshiboyev hayotini taqqoslab bergan. Bunda har xil inson bo'ladi. Ya'ni insonlar ikki toifaga bo'linadi deydi. Bittasi har narsani yoqtiradiganlar va bir narsani yoqtiradiganlar deydi. O'sha holatda ikkalasini hayotini ko'rsatib bergan va oxirigacha olingan, ya'ni ular yoshlikdan boshlab oxirigacha bo'lgan davri ko'rsatib berilgan. Bu kitobni o'qish tavsiya etiladi va bu kitobni ma'nosini tushunish juda ham sal og'irroq, meni fikrimcha. Tavsiya qilaman lekin. Keyingi kitob bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, keyingi kitob Ot kishnagan oqshom, Tog'ay Murod. Mana bu kitobida bunda chin do'st haqida, insoniylik haqida, haqiqiy mardlik haqida va o'zbek xalqimizni qanchalik chiroyli, go'zal xalq ekanligi haqida sodda tilda, jaydari tilda yoritib tashalgan kitob desam bo'ladi. Chotki tushuntirib berilgan. Bu kitobni o'qib maza qilasiz do'stlar. Otni qanchalik yaxshi ko'rishi va bu ot aslida qanaqa ma'nolari bildirishini ham tushunib olishingiz mumkin. Ot haqida aytadi. Bu kitobni o'qiganlar biladi. Tarlon va Ziyodulla Kal sarguzashtlarini va bu kitobni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Yolg'iz o'qishi, ya'ni buni qanday o'qish kerak? Shunchaki shunday yolg'iz o'qiysiz, maza qilasiz, to'g'risi. Bunda bitta inson, shu Ziyodulla Kal degan bola sochi to'kilib ketadi, o'sha otni oladi, bor puliga Tarlon bo'ladi, o'sha manalarda oqib bo'lgan, xullas tanasida nuqta-nuqta oqib bo'lgan, sog'lom ot bo'ladi, o'sha ko'pkarlarga boradi, yutib keladi. Tarlon bilan buni o'rtasida katta o'sha qanaqadir instinkt, tushunish bo'ladi-da. O'zi ot mingan inson biladi uni. Xuddi misol velosiped minsangiz ham velosiped qanaqa ketayotganini bilasiz-ku. Mashina minsangiz, misol uchun qaytida qanaqadir nosozligi bor, qayti qanday bosyapti bilasiz-ku. Xuddi shu narsani, misol uchun telefonda deylik, telefoningizda qaytida nima bo'ladi-ku. Xuddi shu narsadek otni minadi. Shu ot bilan shunaqangi gaplashadi-da, do'st qilib. Va shuni tushuntirib bergan kitobni o'qish tavsiya qilaman. Hammaga omad. Xo'p, keyingisida esa
Do'stlar, keyingi kitobimiz Sinchalak. Abdulla Qahhorning mana shu Sinchalak asari. Sinchalak asarini kitob tahlil qilib berganman, lekin bu kitobni yana o'qish tavsiya qilgan bo'lardim. Va buni Arslonbek Qalandar va Saida Aliyevalarning sarguzashtlari desak bo'ladi. Bu kitob nima haqida desa, yosh kadrlari yangi jamiyatga, ya'ni odatiy holga qo'shilib ketishi. Misol uchun siz universitetni yangi bitirib keldingiz va biror bir ishga kirdingiz. Ana shu ishga kirganingizda sizni birinchi o'rinda rahbar kutib oladi. Ana shu rahbar bilan siz qanaqangi topishib ketasiz. Agar siz yaxshi o'z sohangiz zo'r kadr bo'ladigan bo'lsangiz, farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar, siz ana shu yerda porlab chiqasiz. Xuddi mana Saida Aliyevaga o'xshab turadi. Lekin albatta rahbar bu rahbar. U yerda 5 yildan beri, 10 yildan beri, necha yildan beri boshidan oxirigacha kecha-yu kunduzini nazorat qiladigan inson bo'lishi mumkin. Ana shu inson sizga qanday ta'sir qiladi? Agar yaxshi ishlasangiz, u albatta sizni qo'llaydi. Hech qachon yaxshi ishlaydigan insonni hech kim yomon yo'lga boshlamaydi. Va agar yaxshi ishlamayotgan bo'lsangiz, sizni qaysi o'ylarga solish haqida soddaroq tilda tushuntirib beradigan kitob. Abdulla Qahhor bu kitobni juda ham mohirona tarzda yozgan va bu kitobni o'qish tavsiya qilinadi. Xo'p, keyingi kitobimiz bo'lsa, do'stlar, mana mikrofon ishlayapti, yaxshi. Jaloliddin Rumiyning hikmatlari. Rumiyning hikmatlari bu ustozni kitoblarini o'qib maza qilaverasiz. Bunda shunday yozilgan-da. Shayx bilan deydi, shayx agar shu kitobni eshitgan bo'lsam yoki Masnaviyda yoki shunday o'qigandim, aytadiki, shayx orqaga qarab turibdi, oldida 4 ta 5 ta odam namoz o'qiyapti deydi. Mana insonni ko'niga sezib qaraydiki, ko'zimni yumib turib qarasam deydi, shayx namoz o'qiyapti, narigi 4 ta inson orqaga qarab turibdi deydi. Buni nimani aytyapti? Ya'ni insonni iymoni haqida yoki bo'lmasam ishonch haqida va umuman boshqa narsa haqida gap ketadi. Bu kitobni tafakkur qilish uchun, bu kitobni tushunish uchun, o'qish uchun va yangi bilimlar o'rganish uchun tavsiya qilinadigan kitob. Jaloliddin Rumiyning ana shu hikmatlar degan kitobi. Keyingi kitobimiz bo'lsa, do'stlar, bu yerda fikrlash tarzi treningi debdi. Bu yerda juda qiziqarli kitob bo'lgani yo'q. Ya'ni bunda fikrlashda, insonlarning fikrlashi qanaqa degan, ya'ni bu psixologiyaga taqaladi. Ya'ni sizni hozirgi holatingizga ko'p narsa bog'liq. Misol uchun, boshingiz og'riyotgan bo'lsa, biror bir darddan og'riyotgan bo'lishi mumkin, lekin boshingiz og'riyotganiga sabab shovqin bo'lishi ham mumkin. Mana men hozir turibman, xona sovuq, qo'lim qotib qoldi. Mana o'zi qanchadir gapirgandan so'ng mana shu sovuq meni hozir fikrlashimga ta'sir qiladi. Ya'ni qanaqa tezroq yashasa, tezroq harakat qil, tezroq gapir deyotgan o'sha signallarni berish boshladi. Ya'ni buni ham fikrlash tarzi treningi degan kitobda aytgan. Ya'ni nima degan? Hozirgi holatingizdagi vaziyat sizni fikrlashingizga ta'sir qiladi deyapti. Va atrofingizdagi ham shu ko'p narsa sizga ta'sir qiladi degan fikr aytyapti. Shu fikrlash tarzi treningi degan kitob. Reworkga o'sha kitob tahlil qilganmiz. Reworkda o'sha ko'proq ishlamagin, samarali ishlagin degan fikrni aytgan. Mehnat huquqi degan, mehnat huquqini ham o'qigandik. Mehnat huquqi qanaqa kitob? Unda o'sha ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladigan huquq normalarini tushuntirib bergan kitob bu o'sha mehnat huquqi kitobi. Va Said Ahmadning Uf degan kitobi. Do'stlar, 15-may kuni shu kitobni yakunlagan ekanman, may oyida. Uf degan kitobni sizlarga agar vodiylik bo'lsanglar 100% o'qishni shart degan bo'laman. O'zbekistonning turli xil viloyatlaridan bo'lgan bo'lsanglar, o'qish albatta tavsiya etiladi. Said Ahmadning eng shedevr asari Uf romani, trilogiyasi. 3 ta qismdan iborat. 3 ta qismda birinchi qismini umuman yondirib tashlagan, shedevr qilib tashlagan va shu joyda meni o'sha yondiradiki, kuydiradiki, shu kitobni doim shu kitob shu joyda meni yomon achishtiradi. Eng haligi yurakka tekkan deydiki, shu joyda. Bunda xullas Azizxon degan bola bo'ladi. Azizxon degan qanaqa bola bo'ladi? Ko'chani qishloqda yashaydigan bo'lsak, tasavvur qiling, qishlog'imizdagi eng zo'r o'sha jangari bola bo'ladiki, o'sha xullas nima desa bo'ladi? Kuzera deydimi, xullas
ko'chadagi xullas eng haligi yovvoyi bo'lgan kachok bola bo'ladi, o'sha Azizxon bo'ladi shu qishloqda. Lekin shunaqa aytyapti-da, shu bola deydi, shu bolaga obraz qilib oladi. Ya'ni bunda har bir inson o'zi Azizxon, Sodiq qilib aytganda, har bir inson o'zini Azizxon deb tasavvur qilish kerak. Va u nima qiladi? Shunaqangi matonat bilan, shunaqangi jasorat ko'rsatadiki, u jasorat hozir tasavvur qilish ham qiyin-da, to'g'risi. Tasavvur qilish qiyin shu narsalar. To'yi bo'layotgan qizni sinfdoshini sevib qoladi. Lutfunisa degan qizni, to'yi bo'layotgan qizni to'y kuni nikohdan oldin o'g'irlab ketadi. Shu narsalarni o'g'irlab ketadi. Va shunaqangi darajadagi kitobki, buni qarangda, bugungi kunda shunchaki ertak deymizda, seryozni gap ertak deyiladi. Mana shu so'zni ham juda og'ir, noto'g'ri qo'lladim. Ya'ni shu narsalar bugungi kunda rosti o'zi asli bu turmush qurish temasiga ham alohida, mavzusiga ham alohida gaplashish kerak, alohida o'rganish kerak bu mavzuni. To'g'risi tayyor bo'lgan shaxslar, misol uchun turmush qurish kerak, lekin ajrashuvlar sonini ham agar bugungi kunda o'sha e'tibor berilayotgan bo'lsa, noto'g'ri holatda turmush qurilganligi, ya'ni bilmasdan, tayyor bo'lmasdan turmush qurilganligi sababiga bo'lib qolyapti. Ya'ni bugungi kundagi ajrashuvlar son. Buni o'sha raqamlarda ko'rib turishimiz mumkin. Va bu holat nimaga desa, maktab bitirib turib sira yerga berib yuborishi yoki bo'lmasam tushunmasdan turib ham shunchaki uylanishi, bu narsani shu sabablardan biri sifatida qarayapti. Azizxon nima qildi? O'sha majbur erga berib yuborayotgan shu Lutfunisani o'g'irlab ketdi, shu narsalarni o'g'irlab ketdi. Buni o'qigan insonlar biladi, buni dardini buni qilolmagan insonlar tushunadi. Lekin shu narsalar, bu dahshat kitobni shu joyi bilan Said Ahmad yorib tashlagan joyi desam bo'ladi. Keyingisida bo'lsa o'sha Nizomjonning taqdiri, o'sha Nizomjon ham juda ham shu og'ir taqdirni ko'rdi. Uni shu sevgan qizini akasi oldi va uni bu yoqdagi shu hayoti, Nizomjon juda ham qiynaldi shu vaziyatda ham, lekin u harakat qildi. Tushunasizmi? Harakat qildi. Va Dildor haqiqatan o'sha Nizomjonning sevgilisi edi, lekin nima bo'ldi? Eng shu qiynalgani Dildor bo'ldi. Said Ahmad shunda yozyaptiki, mana Dildor, seni so'z bilan ta'riflay oldimmikan? Husningni, jamolingni tasvirlay oldimmikan deb qoladi, deyapti. Ya'ni o'sha Dildorni haqiqatan Said Ahmad chiroyli tasvirladi. Bu Dildor sifatida Sabiz Nurmonni ham tasvirlagan bo'lishi mumkin. Va keyingisida deylik Tursunboy. Bugungi kunda o'sha yoshlarga ko'pchilik Tursunboy sifatida qaraydimi, bilmayman. Ya'ni boqimanda shaxs yoki bo'lmasam u yoqqa ham bu yoqqa ham harakat qilmaydigan bola sifatida qaraydi Tursunboyni. Shunaqa tasvirlab beradi. Shunaqangi bo'lib qolishdan o'zi saqlasin degan shu ma'noda yozganman-da, mana qaraydi. Menga juda ta'sir qilgandi bu kitob, juda ham ta'sir qilgandi. Mana shu yerda yozganman. Bunday deb. O'zimga shu savollarni beryapman. Sherzod, seni Tursunboydan nima farqing bor deb. Haqiqatan ba'zida inson shu obrazlar bilan o'zini taqqoslab ham ko'rish kerak. Ya'ni siz oilangizga nima foyda tegyapti? Atrofingizdagi insonlarga qanday foyda tegyapti? Do'stlaringizga qanday foyda tegyapti? Jamiyatga, xalqimizga yoki butun insoniyatga qanday foyda tegyapti deb turib savol berish kerak. Va avvalo bu savolni birinchi oiladan boshlanadi, albatta. Va oilada kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday katta yoki kichik kuchidan qat'iy nazar foyda berish kerak. Inson insonga baribir foyda berish kerak. Inson insonga baribir kor kelish kerak, yordam berish kerak. Qo'ldan kelgancha, misol uchun, shunchaki mana shu kitobni olib, mana shu yerga qo'yish ham bitta katta ish bo'lishi mumkin, foyda bo'lishi mumkin. Mana shuni ham qilmasligi mumkin-da. Hozir bu o'sha tahlil qilib berayotganim ham baribir kimdirgadir, qachondir qandaydir kor kelishi yoki bo'lmasa qandaydir hech bo'lmaganda eslatma o'laroq shu videoni ham yozyapman. Xullas shunaqa gaplar ufq romanida Said Ahmad nima haqida yozadi? Umumiy qisqacha xulosa qilay. Ufq romanida Said Ahmad xalqimizni qanchalik matonatini yozadi. 45 kunda o'sha Katta Farg'ona kanali
kavlanganini, ya'ni o'sha qazilganini yozadi. Azizxonni qilgan o'sha katta mehnatlarini yozadi. Va bu bilan aytadiki Saidahmad, bizni o'zbek xalqimiz shunaqangi matonatli, shunaqangi jasoratli, shunaqangi zo'r xalq-ku, shuni ko'ringlar mana, shunaqangi insonlar bor bizda ham degan fikrda yozgan desam adashmayman. Va o'sha Uchqo'rg'onimizda, o'zimizni Uchqo'rg'onimizda ham Norin Katta Farg'ona kanali bor. O'sha Norin daryosi bo'ladi deyiladi. O'sha Katta Farg'onaga kanaliga quyiladi xullas. O'sha joylar biz yashagan joylarda, shu yerlarda kelib Saidahmad shu kitobni yozgan ekanlar. Shuning uchun o'sha Chorg'oliklar alohida o'qish kerak bu kitobni. Keyingi kitobim bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, keyingi kitob bu yerda mana ta'sir psixologiyasi, Robert Chaldini degan insonning o'sha kitobi ekan. Bu kitob zamonaviy adabiyotlarda juda ham ko'p va tez tarqalyapti. Buni o'sha bitta do'stim tavsiya qilgandi. Hozir o'sha do'stim kitobini olib o'qigandim. U kitob ham hozir o'sha yonida turibdi. Mana ko'rgan bo'lsanglar kerak, mana bu kitob. Agar yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, ta'sir psixologiyasi. Bu kitobda bunda yozganda mana aytadiki, insonlarga ta'sir o'tkazish. Misol uchun deydi, bitta qizi oilasiga shu ta'sir xat yozadi-da, o'qishdan qolib ketganligi ni bildirmoqchi bo'lib bunda deydi. Men shu avariya bo'ldim sevganim bilan, shu bir balolar qildim deydi. U sevgan insonim o'tsa ekan deydi. Endi hayotim ozgina qolibdi deydi. O'larkanman, boshqa narsa bo'larkan deydi-da. Va oxirida keladida shu narsani yozib turib, shu narsalar bari yolg'on edi. Shunchaki sizni sinab ko'rish uchun yozgandim. Faqat bitta ayb bor edi. Faqat shunchaki o'qishdan yaxshi baho ololmadim deydi. Keyin bu yerdagilar shuniki, ha deydi, o'qishdan yaxshi baho ololmagani hech narsa emas degan fikrga keltirib chiqaradi. Ya'ni bu nima, insonni yonida mana soddaroq qilib mana sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Qarang. Mana narsani tushuntirib beradi. Mana. Mana bitta chiziq. Zakovatda tushganda shu savol. Shu chiziqqa qo'l tekkizmasdan shu chiziqni kichkina qilib qo'ying deydi. Mana do'stlar, mana qarang. Bu chiziqqa qo'l tekkizmasdan bu chiziqni kichkina qilib qo'ying. Ya'ni siz sotayotgan narsani ham xuddi shunday qilishingiz kerak. Ya'ni mana shu kitob, biror shu buyumni, kitobni nimani sotayotgan bo'lsangiz ham, mana shuni siz mana shu holatga keltirib berishingiz kerak. Ya'ni undan pastrog'ini shu yoki pastrog'ini yoki kattarog'ini keltirib turib, eng muqobil variant sifatida shuni yoki misol shuni keltirib berishingiz kerak, tamom. Shu narsani o'sha ta'sir psixologiyasida o'sha tushuntirib bergan. Keyin aytadi, ta'sir psixologiyasida odamlar ko'pchilik o'ylaydigan joyda kimdir bosh qotirib o'ylashini kerak yo'q deydi. Ya'ni omma effektidan foydalan deydi. Omma effektida qanaqa? Shu bugungi kunda shunaqalar yaxshi ketyapti yoki bo'lmasam mana siz yaxshi ko'rgan insonni shuni olib keladi-da, shunga zo'r tushdi deydi, shuni olasiz deydi, xullas sotadi. Shu narsa yoki bo'lmasam yeb ko'ring deydi, yoki olib ko'ring deydi. Yoqmasa kelasiz deydi. Xuddi shu narsada ham siz to'g'ridan-to'g'ri uni olsangiz, misol uchun yeb ko'rsangiz, endi buni yeb ko'rganingiz uchun tasdiqlash uchun ham siz endi uni mahsulotini olishga majbursiz. Xuddi shunday. Ya'ni ta'sir psixologiyasida insonlarga ta'sir ko'rsatish turli usullari haqida so'z borgan. O'qish tavsiya etiladi. Endi keyingi kitobimizga aytadigan bo'lsam, keyingi kitobimiz yozda o'sha konstitutsiya, o'sha davlatimizning bosh qomusi va shuningdek davlat huquq nazariyasi 8-sinf huquqlar va boshqalarni o'qidim. Bular haqida qisqacha ma'lumot berish kerak emas desam ham bo'ladi. Ya'ni konstitutsiyamizda hammaga ma'lum, bosh qomusimiz barcha qonunlar unga mos bo'lishi kerak va davlatimizning shu sodda qilib aytganda pasporti desa ham bo'ladi. Ya'ni undagi o'sha fuqarolarning huquq erkinliklari, shaxsiy huquqlar, davlat suvereniteti to'g'risidagi o'sha normalar, shuningdek davlat hokimiyatini tashkil etish, shuningdek sud hokimiyati, ijro hokimiyati, prezident yoki shular haqida ham alohida boblar, prokuratura, advokatura degan bob qo'shildi yangi 140-142 moddalar. Shular haqida o'sha konstitutsiyamizda batafsil o'sha 2023-yil 30-aprelda 1-maydan kuchga kirgan o'sha konstitutsiyamiz haqida ko'rishingiz mumkin va bu kitobni asosan o'sha barcha huquqshunoslar o'qishi va yodlashi va o'rganishi
shart bo'lgan kitob sifatida qarashimiz mumkin. Va keyin esa qaranglar do'stlar, siyosatnoma Nizomul mulk degan kitob bor edi. Hozir u kitob ham yo'q ekan. Voy, siyosatnoma. Yo'q, mana turibdi. Yozda, undan oldin aytib ketay. Yozda mana Martin Eden degan kitob o'qidim. Martin Eden o'sha Jack Londonmi? O'sha Jack London yozgan, nihoyat bilaman, Jack London. Hayotga muhabbat degan kitobi ham bor, Jack London. Hayotga tashnalik degan kitobi 11-sinfda o'sha berib qo'ygan, o'sha Jack Londonni, u ham dahshat kitob. Xuddi shu Jack Londonni endi Martin Eden degan kitobi. Martin Eden degan kitobda nima haqida yoziladi? Martin Eden kim bo'lgan? O'sha oddiy dengizchi edi. O'sha dengizchi madaniyatli bir do'stiga yordam berib qo'yib va shu do'sti orqali uni singlisi o'sha Rufni ko'rib sevib qolib va u uchun men ham madaniyatli inson bo'laman, men ham shu baxtli inson bo'laman, senga o'xshab shu kiborlar singari men ham yashayman, xuddi shunaqa hayotimni boshqacha qaytadan quraman, shu shaxsiy rivojlanaman dedi. Shu qizichi yaxshi kitoblarni o'qishni boshlaydi va o'qish davomida u kuchli shu bunaqa yetadi, ya'ni saviyaga yetadi va keyin shuni aytadiki, Ruf oddiy u darajada madaniyatli emasligi, u darajada aqlli emasligi, shunchaki oddiy qiz ekanligi tushunib qoladi. Va keyin Ruf ana shu paytda Rufga uylanmoqchi edi. Shu o'qiyotgan paytda, harakat qilayotgan paytda, hech kimga kerak bo'lmagan paytda Rufni sevardi. Ruf senga uylanmoqchiman deydi ham. Va Ruf ham aytadi, men ham sevaman deydi. Lekin ular onasi, ota-onasi, o'sha oilasi, xulasi Martin Edenga ishonishmaydi. Martin Edenni o'sha sevgisini bir tiyinga qimmat sifatida qarashadi va keyinchalik Martin Eden mashhur bo'lib ketgandan so'ng, shu boy bo'lib ketgandan so'ng, afsuski shu Martin Edenga qizimizni bermagan ekanmiz-da, endi ol deydi. Qarochi qizimizni ol deydi-ki, Martin Eden ham yo'q deydi. Xuddi endi qizingni boshingga osti qilib yot deydi. Xullas shunaqa deydi. Unaqa demaydi, to'g'ri. Endi xullas qizing uylanmayman deydi xullas. O'sha Rufga uylanmaydi. Rufni sevgisini ham unaqa his qilmaydi. O'sha oldingidagi sevgini u his qilmaydi. Ya'ni o'sha paytda hech kim ishonmagan paytda Ruf men senga ishonardim dedi. Lekin sen menga ishonmading. Shu joylari juda ham achinarli, ya'ni bu o'sha real hayotda olingan bo'lishi mumkin, o'sha Jack Londonni o'zini hayot sifatida ham qarashadi, lekin bu kitobda umuman boshqa ma'no ham bor. Ya'ni boshqa ma'no qanaqa? Masalada oxirida o'zini o'zi o'ldiradi. Suvga cho'kib o'ldiradi. Ya'ni shu instinktidan qutulish uchun ham oxirigacha nafas olib turib, bitta cho'g'iydi tagiga, suv tagiga sho'magandan keyin chiqquncha o'lib qoladi. Ya'ni bu yerda nima qiladi? Inson haligi materialistik fikrlashdan ketish kerak deydi. Ya'ni juda aqlli bo'lib ketsa ham deydi, hayotdan, jamiyatdan uzilib qolasan degan fikrni keltirib chiqargan. Ya'ni inson odatiy fikrlar bilan, o'rtacha fikrlash bilan shu jamiyatda yashash kerak degan nazariyani ham shu Martin Eden da Jack London shunaqa xulosa bilan tushuntirib bergan deyish ham mumkin. Shunaqa ma'nolari ham olishi mumkin. Shunday qilib bu Martin Edenni ham qo'ydik. O'qiymiz, o'qish tavsiya qilinadi. Xo'p, keyingi kitob bu Nizomul mulk siyosatnoma. Do'stlar, sizlarga bitta life hack beraman. Bu kitobni albatta o'sha huquqshunos bo'lmoqchilar, davlat xizmatida ishlamoqchilar, sudya, prokuror, tergovchi yoki yana kim? Har xil o'sha sevimli o'sha chiroyli formalarga ega bo'lib, haligi pogolli ishlarda ishlamoqchi bo'lgan shaxslar uchun maxsus kitob bu. O'ta maxsus kitob. Siyosatnoma, Nizomul mulk degan o'sha 1018-1092-yillarda Abu Ali Hasan ibn Ali Tusi Nizomul mulk degan inson tarafidan yozilgan. Bu kitob qanaqa kitob? Saljuqiylar davlatida kitob sifatida qaraladi, ya'ni davlatni boshqarishdagi hukmdorga berilgan tavsiyalar. Ana sizlarga hukmdor degan asar bor-ku, Yevropada yozilgan bo'lsa, bu turkiy xalqlar uchun qo'llanma sifatida yozilgan siyosatmulk, Nizomul mulk siyosatnoma degan kitob. Bu kitobni o'qiganimda vafshe maza qilib o'rgandim. Bunda shunaqa gap ketadi-da, mana. Bitta inson borda, hozir tarixchi edi. Tarixda eshitganik shuni, hozir aniq esimda yo'q-da, hozir qaraydi. Voqea hodisa xulos esimda bor, lekin holat mana hozir
shuni qaraychi, yozganmikinman? Yo'q, yozmagan ekanman. Xullas mana sizlarga tushuntirib beray. Bitta podshoh turibdi. Podshoh sizni soliq yig'ishga bitta viloyatga jo'natdi. Bitta viloyatga borishadi ular, soliq yig'ish uchun borishadi va soliq yig'ish uchun borgan amaldorlar qarasaki, soliq to'lashmaydi narigi tarafdagilar. Keyin aytadi, o'sha yuborgan bitta odamni, deylik, sobiqligimida ismi Alparsonida, menimcha Alparsonida, deylik, Alparson deb turaylik. Alparsonni jo'natgan bo'lsa, o'sha Alparsonga uni yonidagi yordamchisi aytadiki, shu yerdagilarni soliq to'lamaganligi uchun bosib olaylik deydi. Shuni qo'shni taraflarni bosib olaylik deydi va jang qilaylik. O'sha solig'i majbur olib ketaylik deydi. Keyin o'sha jang qilishni yordam beradi. Jang qilishni taklif qiladi. Ya'ni ana shu soliq to'laydigan aholiga bu tarafdagi boshqa odamlar hujum qilayotgan ekan. Bosib oyotgan ekan, xullas ko'chmanchi qabilalar ham xullas shunaqa bosib oyotgan bo'lgan. Keyin Alparslan nima qiladi? Yo'q deydi. Bosib olmaymiz deydi. Jang chiqarmaymiz deydi. Bizni bu yerga soliq yig'ish uchun jo'natgan hukmdor deydi. Hozir biz o'z boshimchalik qiladigan bo'lsak deydi, aniq noto'g'ri ish bo'lishi mumkin deydi-da, qaytib ketadi. Borishadi. Keyin o'sha sulton aytadiki, Alparslan, ya'ni o'sha sulton boshqa sulton, xullas mana bu yuborgan shaxs Alparslan. Keyin nima qilding desa, soliq yig'madim hukmdor deydi. Lekin o'sha urush qilish mumkin edi, lekin urush qilmadim deydi. Nima uchun deganda o'sha sulton Alparslan aytadiki, siz meni u yerda soliq jo'natish uchun, soliqni olish uchun jo'natgansiz. U yerda urush qilish uchun jo'natganingiz yo'q degan. Urushga menga buyruq bergani yo'q, hukm qilib bergani yo'q degan. Shuning uchun men o'zimni vakolatimni tegishli ishimni qildim degan. Boshqa ishga burun suqmadim degan. Xuddi shu narsani ana sulton ko'radida bundagi o'sha buni vaziyatini. To'g'ri ish qilsan deydi va unga bu o'zi pastroqdagi pagondagi oddiy askar bo'ladi, sodda aytganda oddiyroq askar bo'ladi. Uni yuqori etapga chiqaradi. Ya'ni nima uchun? Buyrug'i to'g'ri bajargani uchun. Tushunyapsizmi? Ya'ni xohlaysizmi, yo'qmi, baribir davlat ishida mana shu bunda aytadiki, oldindan ko'ra bilmasdan turib asossiz ish qilib bo'lmaydi. Asossiz ish qilish bu noto'g'ri ish bo'ladi-da. Asossiz biror bir ish qilish noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bunda asosli ish qilishi yoki bo'lmasa o'sha to'g'ri, tizimli, tartibli ish qilishni ko'rsatib bergan. Bu kitob juda ham qiziqarli kitob. Bu kitobni o'qiganlarga tavsiya qilaman. O'qiganlar bilan alohida gaplashish kerak, to'g'risi, mushohada qilish kerak. Sizga bu kitobni agar o'qigan bo'lsangiz, qaysi fikrlari yoqqan? Bu yerda aytadiki, alohida bolalar uchun life hack, o'sha uylanish uchun mavzular ham bor. Ya'ni o'sha alohida o'sha qissalar yoki bo'lmasa ular bilan munosabat boshqa narsalar haqida ham alohida hukmdor qanday bo'lish haqida yozganda bu kitobni o'qish menga juda yoqdi, fikrlari yoqdi. Albatta qo'llanilayotgan, ishlaydigan fikrlar bergandan keyin hamma yoqishi bu tabiiy. Ko'pincha kitobimiz bu SSL ekan, birinchi qismi. Buni 5-6 marta tugatganman, yana bir marta tugatganman. Xullas buni shu so'zlashda yaxshi yordam beradi. Ingliz tilidagi o'sha vocabulary'lari, ya'ni o'sha so'z boyligini oshirishga yordam beradi, oshirishga. Keyingi kitobimiz bo'lsa, do'stlar, mana bu yerda qiziqarli kitoblardan atom odatlari. Uni yana qaytadan o'qigandim. Atom odatlarda o'sha mayda odatlar bilan katta maqsadlarga erishish, ya'ni kundalik hayotimizga olib keladigan bo'lsak, har qanday ishni, misol uchun ingliz tilida mana shu so'z yodlash agar har kuni yodlaydigan bo'lsam, qanchalik menga yordam berishini ko'rsatib bergan atom odatlari. Ya'ni unda 4 ta narsani aytgan, ya'ni sabab, signal, qiziqish, javob, mukofot sistemasi asosida. Buni ham shu atom odatlarga alohida book finish qilganman. Kitobda YouTube'da ko'rishinglar mumkin. Keyingisi Azizim degan Gide Mopassanni o'sha asari. Bu kitobni alohida o'qish tavsiya etiladi. Bu kitobda qanaqa o'sha Nazar Yaxshiboyevni Yevropacha variantini Gide Mopassan tushuntirib bergan. Ya'ni bitta ayol bilan bitta narsaga to'ymaydigan, bitta sizga qanoat qilmaydiganlar haqida tushuntirib bergan, sodda qilib aytganda shu. Keyin Factfulness degan kitob bor. Bu kitobda biz va siz degan narsalar yo'q. Hammamiz birgamiz. Hammamiz oddiy insonlarmiz. Shu haqida tushuntirib bergan. Ya'ni bunda pozitiv fikrlash, ya'ni insoniyat davomida aytayapti-da, 1 yil davomida
deylik 4000 ta bola o'ldi deydi. 2012-yilda deydi. Lekin deydi bu juda yomon deydi. 2000-yillarda 40 mingta bola o'lgan deyapti. Ya'ni bu bilan agar qaraydigan bo'lsak, bu yaxshi deydi. Ya'ni 4000 ta bola o'lish. Ya'ni buni ham shu ta'sir psixologiyasi bilan tushuntirib beradi. Ya'ni ikkita qanaqadir bitta faktni eshitib qoladigan bo'lsang deyapti. 3-faktni ham topgin, o'shanda to'g'riroq ko'rasan deydi. Buni o'sha oculus deydi, ya'ni ko'rish nuqtasi. Shu ko'rish nuqtangga yaxshilab e'tibor bergin deb aytib ketadi. Keyingisi Steve Jobs Walter Isaacsonning yozgan kitobi. Bu kitob avtobiografik kitob. Steve Jobs hayot haqida ochiq, neytral, nisbiy, toza, adekvat holatda yozgan. Uni yomon taraflarini yomon deb yozgan, yaxshi taraflarini yaxshi deb yozgan. Steve Jobs nima qilgan? Sotgan, ya'ni yechim topgan bitta narsaga, o'sha yechimni ko'proq qulayroq bo'lishini ta'minlab bergan. Misol uchun, u yetkazib berayotgan mahsuloti o'sha payt uchun muammolarni yechishga eng katta hissa qo'shgan edi va u boshqa joyga borib ham o'sha ishini qildi. O'sha Pixarda yoki boshqa joylarda ham o'zini o'sha Apple'dan haydalgandan keyin ham. Apple'ga qaytgandan keyin esa yana yondirib tashladi. Hammasi Apple o'sha iPhone'larni yorib tashladi shu Steve Jobs. Va bunga nimalar sabab bo'ldi degan misolga qaraydigan bo'lsak, u o'z ishini puxta qildi, keyin tashqi tarafdan to'g'ri baho berdi. Ya'ni tashqi tarafdan qanaqa ko'rinadi? Misol uchun hozir bu holatda sizlarga sal yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun haligi chiroqlarni qo'yib, har xil chiroyli qilib turib professional tarzda qiladigan bo'lsa, sizga yoqish tabiiy edi. Va hozir qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Endi Bahor Qudrat like bosib tursanglar va qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan buyog'iga yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Xullas, Steve Jobs qanday shaxsiyatda bo'lgan? Xullas, u marketolog bo'lgan. Sodda qilib aytganda, insonlarning muammosini yechim bilan hal qilgan. Yechim bergan, tamom, hal qilgan. Shu. Endi Jalol Joliyev Qo'rqma asarida. Qo'rqma asarida shu 70 ta talaba bilan tushida ko'rishayotgan shu shaxs, shu inson haqida yozadi. Ana shu akamiz Abduvahob Murodiyni, ya'ni o'sha birinchi o'zbek agronomi yoki bo'lmasa Xayrinisoni, Alisher opamizni, va shuningdek Berlinda o'sha Lolani ham, Lola haqida ham ancha yozadi. Lola degan sevgilisi bo'ladi. Sevgilisi deb o'sha Yevropaga boradi, Germaniyaga boradi, o'qishga boradi. U yerda o'qiydi, u yerdagi hayot bilan bu yerdagi hayotni solishtiradi. Hozirgi talabalar bilan o'sha 70 ta talabani solishtiradi. Ya'ni ular vatan uchun, millat uchun harakat qilishgan. Bugungi kunda biz nima qilyapmiz? Qanday o'qiyapmiz? Kim vatan uchun, millat uchun o'qiyapti degan fikrlarni beradi. Va o'qish shunchaki odatdagi qanaqadir maqtanadigan holatga o'xshab qoldi deyapti. Ya'ni hozir men bu kitoblarni shunchaki maqtanish uchun ham qo'yganga o'xshab qolayotgan bo'lishi mumkin, lekin do'stlar, xohlaysizlarmi yo'qmi, bu kitoblar insonga baribir o'zini bitta dona nuqtachalik bo'lsa ham foydasini keltiradi. Mana shu foydani siz hayotingiz davomida hozir ko'rmasligingiz mumkin. O'qib bo'lib ko'rmasligingiz mumkin, lekin qachondir kerak paytda kelib qolishi, ya'ni sizga foyda beradi shu narsalar ham. Shu narsalarni o'rganish uchun siz mana bu kitobni o'qishingiz kerak. Va shuning uchun men sizga shu kitobga qanchadir miqdorda o'sha ozgina bo'lsa ham yo'llab qo'yishni o'zim uchun lozim topdim, shuni sizlarga ilinganman. Shu Qo'rqma asarda esa nima qiladi? O'lib ketganingdan keyin baribir seni eshak qurtlari go'ringni kutib turibdi deydi. Va sen o'sha yerga kirib ketar ekansan, nima uchun o'qimaysan deydi. Nima uchun vataningga o'zing hissa qo'shmaysan? Nima uchun shu yashayotganingda qanaqadir qiymat berib, shu insonlarning foydasini, shu og'irni yengil qilmaysan? Nima uchun sen yordam bermaysan degan savollarni qo'yadi bu Qo'rqma degan kitobda. Xo'p, endi keyingi kitobimizga keladigan bo'lsak, do'stlar, Yapon zobiti degan o'sha Ato Hamdam va Leonid Chagrinni yozgan kitobi. Bunda Yapon zobiti Yotaro Toda degan inson edi. Sentyabrda bu kitobni o'qidim, o'sha bu yilda. Dahshat kitob ekan. O'qish 100% majburiy. Bu kitob qanaqa kitob? Yotaro Todaning hayotida u yapon askari bo'ladi, ruslar bilan urushda Rossiyaga mustamlaka emas, asirga tushib qoladi. Asirlik qilayotganda 2-3 yilda o'sha ana shu yerdagi ofitserlarga yordam beradi. Keyin u ofitseri, o'sha rus ofitseri asirni o'ziga o'rinbosar qilib oladi, yaponni. Bu yapon shunaqangi inson bo'ladiki, o'zini o'ta pishiq fikri bilan, puxta ishi bilan, puxta mehnati bilan ana shu yerdagilar lol qoldiradi. Va keyin uni shu o'rinbosar qilgani uchun uni qamashadi. Ana Yotarto'dan boshqa joyga yuborib sud qilishadi, qamashadi va u yerda ham kelib chiqadi. Keyin oxiri Toshkentga kelishadi. Moskvada u marafonchi bitta kino bor, o'sha marafonchi edi, o'sha Moskvani ko'rgan.
xuddi o'shanga o'xshab ketar ekan. Xullas, bitta Moskvani bundoq aylanib ko'radida, metroda haligi hibsda ketyapti. Moskvani ko'radi, Moskvani ko'rganda shunaqangi chiroyli shahar ekan, Moskva o'zi ruslar unaqa yomon emas ekan deydi. Keyin ozod bo'lgandan so'ng, qochib kelgandan so'ng, xullas Toshkentgacha kelishadi. Toshkentdan keyin Toshkentni ham ko'radi. U dahshat joylar, bunaqangi zo'r joylarni ko'rmagan. Undan keyin o'sha Tojikistondagi ba'zi joylarda ham yuradi va oxirida uyga ketdimi, ketmadi, uyga yo'l oladi, lekin yetib bordimi yo'qmi, u aniq faktlari aniqlangan emas, lekin Yotaroto'dan shunaqangi matonatli hayot haqida insonga zo'r mesej beradi. Ya'ni oldinga kelgan muammolar, turli xil tashvishlarda ham siqilma, hech qachon haligi bo'shashma, tashavorma, harakatingni shunchaki qiyin, albatta sen erishgan natijaga shu sen xohlagan natijaga erishasan deydi. Hozir sovuq turibdi, o'shanga sal haligi sovuq bo'lyapti. Gapirsalarimda o'zgarish bo'lishi mumkin. Keyingi kitob do'stlar, mening hayotim degan Henry Ford kitobida nima bergan? Henry Ford aytadiki, zamonni deydi, baribir mehnat qilganlar oladi deydi. Sodda qilib aytganda. Henry Ford o'zini davrida monopol anaqaga o'tib qoladi. Monopol tashkilotga o'tib oladi. Hozir shu monopol deganda nimani tushunamiz? Hamma taraflama gigant tashkilotni tushunamizku deydi, to'g'ri? To'g'rimi? Haliga oldin GM bo'lardi, hozir GM ham o'sha sindirib tashlashdi monopoliyani. Xullas, u qanaqa qiladi? O'zini Ford mashinalarini butun Yevropa bo'ylab, keyin AQShga ham shu narsalarni eksport qiladi. Shunaqangi haligi mashinalari shunaqangi kuchli bo'ladi. Henry Ford motori kuchli bo'ladi. Henry Ford o'zi yoshligida mexanik savodda tuzatuvchi ustaga shogird tushib, o'sha yerda o'rganib oladi. Motor qanaqa ishlashini, qanaqangi o'sha narsalar kuchlashini. Shundan keyin u yaratadi. Henry Ford hayoti va bu yozgan asari dahshat tahsinga loyiq va aytadiki, biz deydi raqobatni yaxshi ko'ramiz deydi. Qancha raqobat bo'lsa deydi, shunchalik biz zo'rligimizni isbotlab qo'yadi raqobat borligi deydi. Biz raqobatchilarimiz uchun kurashmaymiz deydi. Biz mahsulotimizni zo'r qilamiz, bizning mahsulotimiz bilan u raqobatchilarimiz kurashadi deydi. Ya'ni Henry Fordning eng asosiy qilgan ishi o'sha Ford mashinasini yaratish. Ford mashinasi bitta odamga umr bo'yi davomida xizmat qiladi deydi. U Ford mashinasini aytadiki, qarangda, shaldiroq arava bo'lib qolgan holatda hamchi, shaldiroq arava bo'lib qolgan holatda ham uni hech bo'lmasa tovuq katak sifatida ishlatsa bo'ladi. Mana shu Ford mashinalarini deydi. Boshqalar mashinasini bilmadim deydi. Bizni Ford mashinalarimiz oz yoqilg'icha deydi, keyin eng arzon sifatida qo'yadi. Ya'ni tan narxini pasaytiradi. Xullas, bu kitobni o'qish yordam beradi sizlarga katta o'sha haqiqatdan ishga kirmoqchi bo'lgan paytinglarda, qanaqadir ishga kirayotganinglarda qanaqangi samarali, sifatli xodim bo'lishga yordam beradi. Keyingi Latte Omra degan o'sha David Baxe kitobi ekan. John David Mann bilan. Bunda ya'ni oddiy kofeni har kuni ichadigan biz ko'chada ichamiz, o'sha cappuccino yoki bo'lmasa qanaqadir kofeni puliga har kuni o'sha kofeni o'rniga yig'ib qo'yadigan bo'lsang deydi, senga 1 yilda, 10 yilda zo'r kattagina jamg'arma pul bo'ladi deydi. Jamg'arma qilishni boshlagin deydi. Keyin avtomatik to'lovlar amalga oshadi deydi. Ya'ni deylik o'sha internetni to'lab bo'ladigan bo'lsa, avtomatik plastigini yechadigan qilib qo'ygin deydi. O'sha internetga to'lagan pulingga achinmaysan deydi. Ya'ni avtomatik to'lasang deydi, achinmaysan, shu narsa bilan osonroq bo'ladi deydi. Keyin shuni aytadiki, Latte Omra dahshat shu fikr degan. Qayerga borishingni bilmasangiz, borgan joyingizni yoqtirmasligingiz ehtimoli katta deydi. Ya'ni qurigan cho'lda deydi, Orol dengizimizdagi haligi cho'ldagi qolib ketgan kemalarni tasavvur qilib ko'ringda. Ana shu kemalar qayerga borishini bilmagandi va hozir turgan joyini yoqtirmayapti. Shunaqa rasmni ko'rsatadi-da, seni hayoting ham shunaqa bo'lishi mumkin deydi. Agar sen manzilingni aniq qo'yib oladigan bo'lsang, manzilingga qo'ydingmi, endi jamg'arma qilishni boshla deydi. O'sha manzilingga pulsiz yetib bora olmaysan deydi. Shu narsani tushuntirib bergan Latte Omra. Keyingi zukkolar va landavurlar. Zukkolar va landavurlar o'sha Malcolm Gladwell kitobida nima haqida yozadi? Unda aytadiki, g'oliblar bor, mag'lublar bor deydi. G'olib insonlar doim g'oliblik uchun harakat qiladi deydi. Ularni nimasi qanaqangi turli xil o'xshash jihatlari bor deydi. O'xshash jihatlari nimada deb ko'radigan bo'lsak, ular yilli boshida tug'ilgan ko'pchilik deydi va bo'yi balandroq deydi. Keyin yana nimalar deydi? Ular o'z sohasida 10 ming soatdan ko'proq ishlagan deydi. Siz agar yil oxirida tug'ilgan bo'lsangiz, bo'yingiz pakana bo'lsa, sizni omadsiz ekanligingizni keltirib chiqarmaydi bu kitob va bu alohida o'rganish kerak deydi. Ya'ni bu kitobni o'qish kerak, mening fikrimcha. Keyin bunga o'sha qo'yish mumkin. Ya'ni umumiy holatlarda shunaqa deydi. Ya'ni
qaysidir mutaxassis shaxs, ya'ni buni deylik professional yoki mutaxassis shaxs sifatida qaraydigan bo'lsak, g'oliblar. Ular o'zini o'sha g'oliblik bo'lguncha ko'pgina mehnat qilgan, 10 ming soat mehnat qilgan va undan keyin atrofidagi odamlar ham o'shani kuchaytirishga yordam beradigan insonlar bo'lgan. Misol uchun, agar siz tibbiyot xodimi bo'ladigan bo'lsangiz, atrofingizda yuristlar o'qiyotgan bo'lsa, siz o'shalarning ichida tibbiyotda o'qib turib, 10 yil o'shalar yuristlar bilan yuradigan bo'lsangiz, siz xohlaysizmi yo'qmi, yuristlarning fikrlash doirasi bilan ko'nikib qolasiz. Shu yuridik sohaga kirib qolasiz, o'zingiz bilmagan holatda. Sodda qilib aytganda, bitta yurist bo'lib qolasiz. Agar siz tibbiyot xodimisiz, oldingizda professor, vrachlar bilan harakat qilib, shular bilan o'rganadigan bo'lsangiz, 10 yil yuradigan bo'lsangiz, 5 yil shular bilan mehnat qiladigan bo'lsangiz, siz o'shalarni bitta sifatida qarab qolasiz. Ya'ni ular sizga beixtiyor qilayotgan ta'sirlari, ya'ni bevosita yoki bilvosita ta'sirlari sizga katta ta'sir qiladi deb aytadi. Shuni shu misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni Nobel buni nimada degan? Nobel mukofoti sovrindorlari degan. O'zidan oldingi Nobel mukofoti sovrindorlarida ba'zi birlarida naqa olgan ekan, bilim olgan ekan. Ya'ni Nobel mukofoti sovrindori o'zini qanaqadir ijodiy ishini ko'pchilikka yoygan, shogirdlar o'qitgan, o'sha shogirdlarning shogirdi o'sha birinchi Nobel mukofoti olgan insondan olib kelib turib, u ham o'sha yangi ilmiy ish yaratgan va uni yaratgan ishi ham o'sha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Shu narsani shu keltirib chiqaryapti. Ya'ni asoslarda bu ham o'sha manbalardan kelib chiqadi, sizga xohlaysizmi yo'qmi, hammasi o'zi bitta yo'lga olib boradi. Muvaffaqiyatga faqat muvaffaqiyatli insonlarni tortadi va ular bir-birini shu kuchayishiga yordam beradi deb turib shuni ko'rsatadi. Va endi dangasa insonlarni ham buni teskarisi xuddi shunaqa. Agar siz atrofingizda dangasalar bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir e'tiboringiz dangasalarga e'tiboringiz ko'proq bo'lgan bo'lsa, siz ham o'shalar qatoriga qo'shilib qolish ehtimoli mavjud deb aytayapti shu Landavorlar va Zukkolar va Landavorlar degan kitobda. Xo'p, keyingisi bo'lsa o'sha Zarifa Saidnoyserovani mana shu Oybek Miniy degan kitobda, Oybek Miniy degan kitobda ustoz Oybek haqida batafsil yozgan. Bu kitob nima uchun o'qilish Sherzod degan savol qo'yadigan bo'lsa-da, albatta men ham shu Oybek akamiz singari, Oybek ustoz singari yaxshi hislatlarni o'rganishim uchun o'qidim deb ayta olaman. Bemalol, ya'ni qanaqa inson e'tiborli bo'lishi, oilaga e'tiborli bo'lishi, o'zi sevgan insonlarga e'tiborli bo'lishi va o'zi sevgan insonlarga chiroyli e'tibor berishi ham bir katta san'atda, bilim desa ham bo'ladi. Shu narsalarni o'rganish uchun albatta Oybek Miniy kitobini o'qishni tavsiya qilaman. Bu albatta qizlar uchun ham, bolalar uchun ham bir xilda yozilgan kitob. Keyingi kitobimiz bo'ladigan bo'lsa, endi keyingi kitobimiz mana shu yerda yozibman, Tadbirkor degan kitob. Firuz Allayevning o'sha Asahi Books va Asahi degan kompaniyani egalari sifatida tanilgan va asoschisi Tadbirkor Firuz Allayev haqida va kitob nomi ham Tadbirkor. Bu kitob haqiqatan dahshat kitob. Bu kitobni o'qish tavsiya qilinadi. Mutolaa premiumda ham bor, mutolaada ham bor. Xullas, bunda nima deydi? Tadbirkor shu yechim beradigan shaxs edi. Sen agar liboy masalaga shu yechim bersang, sen tadbirkorsan deydi. Agar sen yechim bera olmasang deydi, sen tadbirkor emassan deydi. Shu. Buni tadbirkorlik 3 ta ana million dollarlik xatolarda ham aytib ketgan. 3 ta narsa bo'yicha ko'proq biznes yaxshiroq yuradi deydi. Birinchisi narx arzon bo'lishi kerak deydi. Agar narxi arzonlangan bo'lsa, albatta seni tovaringni olishadi deydi. Ikkinchisi tezkor bo'ladigan bo'lsa deydi. Narxi qimmat, lekin tezkor bo'lsa, seni shu ishlaring mahsuloting zo'r ketadi deydi. Uchinchisi sifat deydi. Agar sifating sen zo'r bo'ladigan bo'lsa deydi, albatta seni mahsuloting ketadi, ya'ni sotiladi, olinadi deydi. Shu. Keyingisida bo'lsa sos deydi. G. Millerni o'sha sos degan kitob ekan, ya'ni sos degan so'roq, ya'ni savol berish san'at. Savol berish san'atda qanaqa? Qaranglar-da, men mana shu kitoblarni o'qib chiqa olamanmi degan savol, bu menga berilayotgan savol va bu meni to'xtatadigan savol. Shu kitoblarni qancha vaqtda o'qib chiqsam bo'ladi degan savol meni oldinga yurg'izadigan savol. Ya'ni berayotgan savolni siz oldinga yurg'izadigan qilib bering deydi. Ya'ni mana shu ishni qanday qilib qilsam bo'ladi degan savolni qo'ysang oldinga deydi. Sen qilish uchun fikr, yangi ideya istaysan, topasan deydi. Bu ishni qila olamanmi desang, sen o'zingga asoslayapsan, shubhalanyapsan o'zingdan deydi. Shu narsani aytadi. Shu savolni bergan, sen qanday qilib qila olaman deydi. Ya'ni 2 oyda o'qib chiqsam bo'ladi, 1 oyda o'qib chiqsam bo'ladi, 1 yilda o'qib chiqsam bo'ladi. Bu fikrni olasan deydi. O'qiy olamanmi desang, sen buni
o'zingga hali bu o'qishlik darajasiga chiqishing uchun o'zingga shubha beryapsan deydi. Boshqa narsada ham. Misol uchun, men ishga kira olamanmi demasdan ko'ra, qanday qilib ishga kirsam bo'ladi deb savol bergin deydi. Mana. Men sayohat qila olamanmi degandan ko'ra, qanday qilib sayohat qilsam bo'ladi? Bu ikkita savolning bir-biridan vashli farqi bor. Yana boshqacharoq. Men deylik, JPX deylik, Jinoyat protsessual kodekslar 5 ola olamanmi degan savol bilan, ya'ni o'sha yakuniy semestr demoqchiman-da. Qanday qilib mana shu semestrni 5 bilan yopsam bo'ladi? Bu qonuniy usul bilan haligi korrupsiya taraflarini aralashtirmaymiz. Faqat qanday qilib mana shu kitobni o'qib chiqib turib, deylik o'sha modulni o'qib turib 5 olsam bo'ladi degan savolni qo'ysa, inson oldiga yaxshiroq o'sha yechimlar topa oladi deb aytsak bo'ladi. Sovuq anchagina o'tdi lekin do'stlar, sizlar uchun va albatta o'zim uchun bu birinchi o'rinda yozyapman. Xo'p, keyingisi Shayboniyxon kitobi. Bu kitob qanaqa kitob? Shayboniyxonga bag'ishlangan shu oddiy qissa. Bunda nima yozilgan? Shayboniyxonning hayoti yozilgan, avtobiografik hayot. Shayboniyxon shu Dashti qishloqdan kelgan oddiy inson bo'ladi. Buxoroda ta'lim oldi va buxorolik ustozi shunaqangi tasvirlaydida o'sha vaziyatda. Kiradida mashnaqa muzdoxxonada lavh ochilgan turadi. Ana shu yerda Qur'onni maza qilib o'qiyotgan bir shogird oldiga kelib, ustozi keladida, kirgandan so'ng ustoziga salom beradi va ustozi bilan ta'lim oladi. Shu vaziyatda ko'rsatadi. Ya'ni ertalab saharda deydi, muzdoxxonada lavh ochilgan holatda o'sha 15 yoshli yoshgina Shayboniyxon o'sha Qur'on Karimdan maza qilib o'qiyotgandi, qiroat qilayotgandi deydi va ustozi kiradi uning oldiga deydi, ustoziga salom beradi deydi. Keyin ustozi bilan o'sha taomlanishgandan so'ng deydi, ustozi bunga bitta zo'r fikr ta'lim beradi, zo'r ta'lim beradi deydi. Shayboniyxon deydi, dasturxonni chekkasidan yig'ishtiring deydi. Dasturxonni chekkasidan yig'ishtiring. Va bu bilimni Shayboniyxon shunaqangi zo'r o'rgangandiki deydi. Va agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Shayboniyxonning siyosatini u chekkadan turib boshlagan o'sha Buxoroni, keyin Samarqandni, keyin mana bu Qo'qonxonlik taraflardagi o'sha Qo'qonxonlik bo'lmagan o'sha Andijonni, Namangan va Farg'ona xullas shu yerlarni olganda, ya'ni qanaqaga chekkadan yig'ishtirgan. Ya'ni sekin bitta bir boshdan olib ketgan, ya'ni bosqichli olib ketgan. Shu narsani shu ta'limni bittada o'zi ustozini yoshlikda bergan ta'limi bilan tushuntirib beryapti-da kitobxon. Va bu kitobda Shayboniyxonni shunaqangi zo'r tasvirladiki, Shayboniyxonni to'g'risi bu kitob o'qigandan keyin yoqtirib qoldim. Siyosati menga vahshiy yoqib qoldi. Juda ham yoqib qoldi. Ya'ni uni siyosati qanaqa bo'lgan? Qarang, Boburga kuyov bo'lyapti. O'zi to'g'ri Boburni o'sha majburiy bo'lyapti bu narsa, lekin xohlaysizmi yo'q, baribir Boburga kuyov bo'lyapti. Undan keyin Buxoroda zo'r bunaqa ta'lim olyapti. Buxoroi Sharif eng zo'r bilim beradigan makonlardan biri. Ya'ni u yerda o'ta muhim, o'ta puxta bilimlar beriladi va bu bilimni Shayboniyxon yoshlik paytida olyapti, o'sha 15 yoshda. Va keyin u Shayboniylar sulolasiga asos solyapti va bu sulola 1,5 asr davomida hukmronlik qilyapti. 1,5 asr, 150 yil davomida. Undan keyin Shayboniyxon shahid ketyapti oxirida vafotida. Va undan tashqari Shayboniyxon mana shu Farg'ona vodiysiga kelganda sevib qolgan ekan shu yerni. Yerni jannati degan ekan. Ya'ni jannatda shu yoqtirgan ekan bu yerlarni. Ya'ni nima uchun? Bunaqangi go'zal joylarni ko'rib, faqat hamd aytgan ekan. Alhamdulillah deb shu maza qilib shu hayotdan mana shu joylarga hukmronlik qilayotganidan shunaqangi xursand bo'lgan ekan. Ya'ni nima demoqchiman? Inson agar o'ziga berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarar ekan, Xudo uni albatta hayotini sayohat qilib, shu ne'matlari bilan boyitib qo'yadi. Shunchaki u hayoti sayohatga aylanib, shukr qilish bilan o'tib ketib qolishi mumkin. Shunaqangi baxtli hayotda yashashi ham mumkin deb shu Shayboniyxonning hayotida ko'rsatib bergan. Va Shayboniyxon juda zo'r baxtli yashadi deya olmasligimiz mumkin, lekin u albatta turli og'ir kunlari ko'rdi, dahshat og'ir kunlari ko'rdi. U yoshligidan boshlab turib o'lib ketishi ham mumkin edi. Boshini o'sha
oladigan paytlar, tavakkal qilgan paytlarida albatta unga Xudo ishini o'ngladi. Nechta taraf ishlarni agar ko'rsangizda, ishi o'ngidan kelaverganda Shayboniyxonni. O'sha Boburga kuyov bo'lishi, Samarqand olishida, undan keyin o'sha Buxoro, mana Farg'ona vodiylari, undan tashqari boshqa yurishlari ham juda muvaffaqiyatli kechgan. Shayboniyxon umri xullas hammamizga saboq bo'ladigan juda ham zo'r umr sifatida qarash ham mumkin. Shayboniyxonga buning mehnati shunga yarasha mehnat qilganligini bilishimiz mumkin. Va bu kitobni o'qish tavsiya qilinadi hammaga. Keyingi kitobimiz bo'lsa, do'stlar, oxirgi kitob va bu ikkita oxirgi kitobimiz bular. Qaysi kitoblar? Anna Karenina. Savdo san'ati degan kitobni ham o'qidik. Bu kitobni sizlarga tushuntirdim, qisqacharoq aytganda, o'sha mutaxassis bo'l, professional bo'l deyapti. Anna Kareninada esa mana bu ikkinchi qismi, bu birinchi qismimikan. Ikkinchi qismi ekan, kichkinada. Birinchi qismi mana bu. Anna Karenina kitobi qanday kitob? Bu kitobda Lev Tolstoyga qaytamiz. O'sha Urush va tinchlik romanini yozgan o'sha mashhur shoirlardan, yozuvchilardan biri Lev Tolstoy. Lev Nikolayevich Tolstoy bu kitobi qanaqa yozilgan? Sevgan insoniga atab yozgan buni. Sevganiga atab yozgan. Anna sifatida men degan, lekin aslida u sevganini tasvirlagan, sodda aytganda. Anna nima qildi? Bu hayot o'sha kiborlar doirasida ketyapti yana. Xullas, ikkita insonni bizga ko'rsatib beryapti. Bitta Vronsky va Levin degan insonni taqdiri bilan Anna degan qizni olib kelyapti. Qaraydi. Vronsky bilan Levinni ikki xil insonlarni tasvirlayapti. Vronsky qanaqa insonda? Shuhratparast, hali hissiyotga beriluvchan, yonadigan, kuyadigan inson edi. Bitta tez yonib puf etib o'chadigan insonlardan biri edi. Levin qanaqa edi? Aqlli inson edi. O'sha bilimlarga tayanadigan, sabr qiladigan, oddiy qishloqroq va shunchaki orli, diyonatli, zo'r inson edi. Sodda qilib aytganda. Endi bu yerda Anna degan qiz bor. Anna, Kitty degan qiz bor edi bundan oldin. Levin Kittyni sevardi. Levin o'zi 32 yoshda. 32 yoshli inson. Levinni roman boshlanishida Semyonovichda hozir qaraymiz 5 sekund do'stlar. Annaning akasi bor edi, xullas. Akasi ayoliga xiyonat qiladi va bunda urushayotgan paytda Anna kirib keladi. Anna o'sha akasi bilan Seryusha ekan. Seryusha degan akasi bor edi, mana. Qaraydi. Ikkita insonni tanib oldik sizlar. Ya'ni kimlar tanidinglar? Vronsky bilan Levinni tanib oldinglar. Endi Levinning sinfdoshi o'sha Seryusha degan odam bor edi. Shu Seryusha xotiniga xiyonat qiladi. Dolly degan xotini bor. Xullas, Dolly sen bilan yashamayman dedi. Ikkita bolam bor edi, o'sha bolani olib ketaman deb turgan paytda, keyin mana Anna keladi ularnikiga, Seryushalarikiga, ikkalasini yarashtirib qo'ygan. Keling endi yarashing deydi va xuddi shu paytda Kitty degan qiz bor edi. Dollyni singlisi. Ana Seryushani xotinini singlisi qarosh. O'sha Dolly Kittyga Levin soch qo'ydi. Bir kun oldin, ana baldan oldin. Va uni ammasi xullasi Levin aytadiki, siqishtoqsiz deydi. Sizga ham qizimiz beramiz deydi. Keyin Kitty ham xullasi, "Yo'q, sizni sevmaymanmi" degandek qiladi. Lekin asli Kitty yaxshi ko'radi. Chunki nima uchun deganda Vronsky bor edi. Vronsky bu yerda boyroq, shuhratparastroq va moskvalik katta shaxs. Moskvadanmi? Yo'q, Peterburgdan, adashmasam Peterburgdan ozgina xayoldan ko'tarilgan bo'lishim mumkin. Xullas, Vronsky Kittyga uylanish kerak edi va o'sha kuni, ertasi kuni balga onasi bilan Anna birga poyezdga kelishadi va xuddi shu poyezdda bitta odam o'ladi. Va xuddi shu paytda Levin ketgan, endi afsuski Kittyni ola olmaydi. Endi Vronsky ertasi kuni balda borish kerak. Vronsky bilan xullas balga borish kerak. Borib turib o'sha Kittyni olish kerak. Vronsky xullas uylanish kerak Vronsky. Endi Vronsky hozir qayerda? O'sha poyezd kutyapti. O'sha ana Seryusha bilan Seryusha Annani kutyapti. Vronsky onasini kutyapti. Ikkalasi bitta poyezdga kelyapti. Annani Vronsky ko'rib qoladi, sevib qoladi. Juda chiroyli qiz ekan deydi. O'q deydi. Bitta ko'rishda yoqtirib qoladi va Annani eri bor edi. Annani bitta farzandi ham bor edi, o'g'li ham bor. U o'sha kelayotganda, Peterburgga kelayotganda adashmasam, o'sha Seryushalarnikiga va ana shu yerda
Poyezdga kimdir o'zini tashlagandan keyin o'sha uni oilasiga nima bo'ladi deb endi bular gaplashib turishganda Vronskiy Annaga yoqishi uni oilasiga 500 so'm ehson qiladi xolos. Endi qaranglar, voqea bunaqa ketadi. Serusha bilan Dolini bir-biriga yarashtirib qo'yadi Anna va keyin ana Kiti kelib turib Dolilarga Annani ham siz ham boring deydi, balga deydi. Bo'pti deydi. Ertasi kuni xullas bal boshlanadi. Bal borganda Annani